Kuni kecha hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni O'zbekiston Respublikasiga yo'llagan murojaatnomalarida ko'rishimiz mumkinki, ayniqsa transport infrastrukturasini rivojlantirish, shu bilan birga bu struktura uchun alohida yetuk kadrlarni tayyorlashga alohida e'tibor berildi. Ayniqsa murojaatnomani asosidagi mazmundan ko'ramizki, transport va transport infrastrukturasini iqtisoddan alohida emas, balki iqtisodni qo'llab-quvvatlovchi bo'ladigan muhim bir strategik ahamiyatini belgilab berdilar. Ya'ni ekologik toza elektromobillar, zamonaviy akkumulyatorlar va muqobil energiya bilan ta'minlangan transport vositalarini ta'minlash, aholimizda transportdagi xizmatlardan roziligini ta'minlash maqsadida, demak, hozirgi kunda olib borilayotgan bir necha ishlarni aytib o'tishimiz mumkin. Xususan, respublikamizga va hududlarga keltirilayotgan elektrobuslar aholiga juda qulay va sifatli xizmatlarni amalga oshirib bormoqda va bundan tashqari transport infrastrukturasini rivojlantirish bo'yicha misol qilib keltiradigan bo'lsak, Rustaveli ko'chasida hozirgi kunda yo'lga qo'yilgan alohida yo'lak yoki BRT tizimini misol qilib keltirishimiz mumkin. Bundan aholi juda ham minnatdor. Bu bilan aholini vaqtini tejash, ularni manzildan manzilga sifatli va xavfsiz yetkazib olib borish va bu bilan birga iqtisodiy ham ekologik barqaror muhitni yaratishga xizmat qiluvchi strategik yo'nalishlarni belgilab berildi va bu yo'nalishlar 2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish strategiyasida ham yana qo'shimchalar kiritilgan holatda o'z aksini topadi deb o'ylaymiz. Bu sohaga tayyorlanadigan kadrlar hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz belgilab berganlaridek intellektual transport tizimlari, sun'iy intellekt, zamonaviy raqamlashtirish bilimlariga va ko'nikmalariga ega bo'lishlari zarur bo'ladi. Bunday tizimlarni ekspluatatsiya qilish, balki ularni ishlatish, loyihalash va foydalanishga joriy etish darajasidagi mutaxassislar bo'lib yetishligisi belgilab olindi va bu bizni kelajakda o'quv dasturlarini tayyorlashimizda o'z oldimizga qo'yilgan maqsadlar bo'ladi. Bu maqsadlarni amalga oshirish uchun, demak, biz barqaror transport yo'nalishida o'quv rejalarimizni shakllantirishimiz kerakligini o'zimiz uchun belgilab oldik. Ya'ni iqtisodiyot, ijtimoiyot, aholi va ekologik masalalarni alohida emas, balki uyg'un holda o'rganish vazifalarini o'z oldimizga maqsad qilib belgilab qo'ydik.